Musiqali teatr san'ati kafedrasi tarixi. 1945-yili aktyorlik yo'nalishi va san'atshunoslik ta'lim yo'nalishlari bilan ilk qaldirg'ochlarini o'z dargohiga qabul qilgan institut qariyb 80 yillik faoliyati davomida yuzlab xalq artistlari va xizmat ko'rsatgan artistlar, respublikada xizmat ko'rsatgan san'at arbobi va madaniyat xodimlari, professor va dotsentlar makoni bo'lib kelmoqda. Urush yillari va urushdan keyingi og'ir yillar davrida dramatik spektakllar bilan birgalikda musiqali spektakllar ham xalqimiz ko'nglidan chuqur joy egallab, ularning dardiga malham bo'ladi. Xalq ehtiyojidan kelib chiqib, 50-yillarda institutda musiqali drama yo'nalishini ochish bo'yicha takliflar ko'rila boshlaydi va 1958-yilda kafedra ilk qaldirg'ochlarini qabul qiladi. Musiqali teatr aktyorligi yo'nalishida O'zbekiston xalq artistlari Hamza Umarov, Husan Sharipov, Baxtiyor Ixtiyorov, Fayzulla Ahmedov, Mirza Azizov, Sherali Jo'rayev, G'ulomjon Yoqubov, Zulayho Boyxonova kabi san'atkorlar tahsil olgan. Kafedra institut nizomiga ko'ra bakalavr va magistratura bo'yicha musiqali teatr rejissyorligi, musiqali teatr aktyorligi ixtisosligi va mutaxassisligidan kunduzgi va sirtqi ta'lim turlarida kadrlar yetishtirib beradi. Aziz yurtdoshlar, siz ham aktyorlik san'atiga qiziqsangiz hamda o'z sohasining yetuk mutaxassislaridan aktyorlik sir asrorlarini o'rganmoqchi bo'lsangiz, O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat instituti musiqali teatr san'ati kafedrasining musiqali teatr rejissyorligi, musiqali teatr aktyorligi yo'nalishlariga o'qishga taklif qilamiz.